Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarni ushbu videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan Facebookda stranitsa ochishni o'rganamiz. Stranitsa bizga nimaga kerak? Bizlar reklama yoqgan paytimizda Instagram bilan Facebook stranitsamizni bir-biriga ulagan bo'lsak, ham Facebookga, ham Instagramga baravariga reklama qo'yishimiz mumkin. Reklama yoqishimiz uchun ham Instagram bilan Facebook bir-biriga ulangan bo'lishi kerak. Ya'ni stranitsa. Это личный Facebook emas, Facebook stranitsa ulangan bo'lishi kerak. Facebook stranitsani bugun ochishni o'rganamiz. Так, Facebook личный Facebook'imizga kirib olamiz oldin. Undan keyin mana bu yerda menyu bor. Tepada stranitsa bor. Stranitsani bosamizda bu yerda soздать новый страницу qilamiz. Undan keyin bu yerga stranitsani nomini yozamiz. Masalan, o'zim uchun deyapman. Bu yerga biznes nomini yozsa bo'ladi. Biznesingizni bu yerga nomi yoziladi. Undan keyin kategoriya beriladi. Kategoriyasini belgiladim. Endi bu o'sha korxonangizga именно nimaligi haqida qisqacha izoh beriladi. Qanaqa nima ishlar qiladi, yoki sohasi qanaqa, o'shani yozib qo'yasizlar bu yerga. Soздать страницу qilinadi. Undan keyin ozroq kutganimizdan keyin endi bizlarga bu yerlarga rasm qo'yish imkoniyatini beradi. Ya'ni coverga и обложка, avatarga rasm qo'yish kerak. Так, bu yerdan xohlagan rasmimizni qo'yib tashaveramiz hozircha. Просто test uchun ochilyapti, o'shuning uchun. Хорошо. Bo'ldi. Сохранить deb bossak, уже bizlarda stranitsa ochilgan bo'lishi kerak. Так. Уже bizlarda stranitsa ochildi. Facebook stranitsa. Так, WhatsApp nomeri ulab qo'yasanmi deyapti. Yo'q, bizga shart emas. Так, endi bu yerda biz to'ldiradigan joylarimiz bor. Ya'ni tak hozir. Mana bu joyda rekomendatsiya o'sha tavsiya qilinadi. Bu yerda полный hamma joyini to'ldirib qo'yishingiz. Chunki reklama yoqgan paytingiz Facebook чтобы bu sizni o'sha odam yaratgani, bu ishlayotgan biznesni Facebook stranitsaligini bilish uchun. O'shanda sizni ads menejeringiz blokka tushmaydi, ya'ni reklamni akkauntingiz blokka tushish ehtimoli kamayadi. Mana shu yerda полный informatsiyalarni to'ldirib qo'ysangiz, Facebook so'ragan hamma informatsiyani to'ldirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana bular nomerlar kiritib qo'ysangiz, elektron pochtalar, veb-saytlaringizni, qayerda joylashganini, o'sha biznesingiz qachon ishlashlari, o'shalarni to'ldirib qo'ysangiz yaxshi. Undan keyin bu yerga avatarga o'sha nimaga rasm qo'yib qo'yishingiz kerak. Coveriga. Undan keyin bu yerga doimiy tarzda post qo'yib borish kerak bo'ladi. Undan keyin bizlar настройкада qiladigan ishlarimiz mavjud. Настройкasiga kiramiz. Bu yerda bizlar ikkinchi sozlamaga kirib, изменить qilib, bu yerda tak buni bosib qo'yishimiz kerak. Chunki bu birinchisida tursa, hamma odam bizni stranitsamizga kirib, xohlagan narsasini qo'yib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchisiga qo'yib qo'ysak, уже bizni stranitsamizga kirib, faqat bizlar o'zlarimiz o'sha post qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Birinchisida stranitsani o'sha ko'rsatib qo'yish bor va ko'rsatmaslik bor. Adashmasam shunaqa edi. Tak. Keyin biz Instagramimizni ulashimiz kerak. Instagram ulash uchun bu yerdan ulanadi. Mana bu yerdan
подключить akkaunt qilib, botga buni bosgandan keyin polni login va parolni kiritib ulab qo'ysangiz bo'ladi. Botdan WhatsAppni ulab qo'ysangiz bo'ladi. Funksiyalar ko'p. Keyin botdan o'sha stranitsaga adminlik bersa bo'ladi kimgadir. Odamlar, o'sha stranitsadagi odamlar, informatsiya stranitsa botdan mana shundan to'g'irlab qo'ysangiz bo'ladi. Сообщениyalar avtomatlashtirib, har xil nimalar qilib o'zgartirsa bo'ladi. Keyin mana bu yerda anaqa joylashuvlarni o'zgartirsa bo'ladi. Divleniyalar bu yerda o'chirib, yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda polni o'sha Facebook stranitsani sozlamalar joylashgan. Men bularni hammasini o'zi foydalanmayman. Asosan men foydalanadigan narsa Instagram ulab qo'yish. Botdan asosan foydalanaman. Undan keyin botga adminlik berib qo'yishdan foydalanaman. Adminlik berganda admin eng yuqori bo'ladi, redaktor bor, o'sha edit qiladigan odam, moderator bor, undan pastroq odam, reklamadatelь bor, analitik bor. O'sha o'zingizni nimangizdan kelib chiqqan holda odamlarga mana shu 5 ta o'sha lavozimda o'sha odamga adminlik berishingiz mumkin. Asosan bu yerda shu narsalardan foydalansangiz bo'ladi. Keyin boshdagi общий настройкалар bor. Bu yerda men lekin detalni uncha tushunmayman. Lekin bu yerda o'zingiz o'qib, izminit qilib, ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Men asosan mana shulardan foydalanaman reklama uchun. Undan keyin biz o'sha Facebook stranitsamizga doimiy tarzda postlar qo'yib borishimiz kerak, chunki bizlar bizni nimamizni, stranitsamizni blok qilib qo'ymasligi uchun. Eng glavniy narsalardan bittasi o'sha narsa. Bu yerda Business Suite bor. Business Suite nima? Buni ham ko'ringlar. Business Suite ancha zo'r narsa hisoblanadi, chunki bu yerda ham Instagramga, ham Facebookga qo'shib birdaniga reklama deyapman, post qo'ysangiz bo'ladi. Undan keyin analiz qilsangiz bo'ladi, qancha axbat bo'ldi, qaysi kuni yaxshi nimaga chiqdi, axbatga chiqdi. Kommentariyalar. Mana bu yerda community manager uchun juda ham zo'r narsa. Mana bu yerda Instagramda ham, Instagramniki, Messenger'niki hammasi kommentariya, direct hammasi mana shu yerda turadi. Bu yerdan avtomat chat qilib qo'ysa bo'ladi. Undan keyin o'sha postlaringizni ham Instagramga, ham Facebookga qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerda planirovka qilib mana shundan sozdatni bosib sozdat qilasizda. Bu yerga o'sha postlarni yuklab, bu yerda mana men Instagram ulamaganman. Instagram ulamaganim uchun bu yerda Instagram yo'q. Agar Instagram ulaganimda bu yerda chiqib turardi. Buni ham belgilab qo'yib, bu yerga tekstlar yozib, undan keyin bu yerga foto yoki video yuklab, ikkalasiga ham joylab yuborsam bo'lardi. Mana время qachon chiqishini ham masalan bugun emas, 2 haftadan keyin chiqarishim kerak bitta post aniq. O'sha payti meni esimdan chiqib ketishi mumkin. Uni oldini olish uchun mana shu yerda sanani belgilab chiqarib qo'yishim ham mumkin. Shunaqa qulayliklari mavjud. Undan keyin bu yerda ham reklamalar nimalarni ko'rsa bo'ladi, statistikalar ko'rsa bo'ladi. Mana auditoriyalar ko'rsa bo'ladi har xil. Hali biz yangi ochilganga hali ko'p nimalar chiqarmagan. Keyin bu yerda yana instrument sozlamalari bor. Ads Manager sozlamalari bor, Business Manager sozlamasi bor ekan. Event, momentalniy form mana shu yerdan olinadi. Отчет qilsangiz bo'ladi har xil. Funksiyalari ancha ko'p. Business Suite'ni Facebookda Business Manager bor, Business stranitsa bor, Business Suite bor. Bu uchalasi har xil narsa bo'ladi. Masalan, Business Suite'da asosan mana shunaqa Instagram bilan Facebook qo'shilgan. Bu yerda analiz qiladigan joy deb nima qilsa ham bo'ladi, aytsa ham bo'ladi. Bularga post qo'yib yuborsa bo'ladi ikkalasiga ham. Keyin qancha axbat bo'ldi, kimlar ko'rdi, ayol
Ayollar ko'p ko'rdimi, erkaklar ko'p ko'rdimi, necha yoshdan ko'rdi, hammasini statistikasini chiqarib beradi bu yerda. Undan keyin biznes stranitsa bor. Facebook stranitsa bor. Facebook stranitsa Instagramga ulash uchun ochiladi. Как будто unaqa alohida biznes uchun kanal desak ham bo'ladi. Biznes stranitsani u yerga ma'lumotlar joylab boriladi biznesni. Keyin reklama uchun kerak. Chunki biza Instagram bilan Facebookni bir-biriga ulab qo'yishimiz kerak, keyin reklamalarimiz yonib ketadi. O'shuning uchun kerak. Undan keyin biznes menejer bor. Biznes menejer bizga reklamalar ad akkauntlar yaratishimizga kerak bo'ladi. Undan keyin piksellar ulash uchun kerak bo'ladi. Как будто o'sha boshqaruv markazi desa ham bo'ladi biznes menejerni. Tak, menimcha stranitsa ochishni o'rgandik bu darsimizda. Xayr, sog' salomat bo'ling.